Assalomu alaykum hurmatli Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun 2025-yil 30-may haftani juma kuni biz Jizzax viloyati G'allaorol tumani Juma mol bozoridamiz. Inshaalloh Juma mol bozoridagi narxlarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Qadrli obunachilar, Juma mol bozorini chiqaring deb ko'plar iltimos qilardi. Aka necha puldan so'rab ekun? İkkalasini 26,5 million so'm so'rabdi bozor. $26,5 million so'm. Bo'ylari 1.10 atrofida. Bozor necha so'ra? Necha so'raysiz aka shuni? 13 million so'm so'rayapti aka. Savdosi bo'lyapti. Do'st necha puldan so'radi bularda, do'st? Sizda og'am yo'q. Bo'ldi do'st. Aka 30 million kam bor. 30 million so'm kam bor ekan. 15 million. Yerni narxga so'rayman. 30 million so'm kam bor ekan. Aka necha so'rayapsiz? 13 million so'rayapti mana. Savdosi bo'lyapti 13 million so'mga. Aka necha puldan so'rab bular? Bermayman deganim yo'q. 14 dan 14,5 dan. 14,5 milliondan 29 million so'mga ikkalasi savdosi bo'libdi. Mana 14,5 dan. Bo'ylari 1.15, 1.20 atrofida. 29 ga savdosi bo'lyapti. Aka necha pul so'radi buni bozor? 14 million 300. 14 million 300 ming so'm so'rabdi bozorni. O'zingiz necha pul deyapsiz? 15 kam bor ekan. 4 million 300. Aka necha pul so'rayapti bozor? 16,5 million so'm so'rayapti ekan. Bozor. Sifati yaxshi ekan. Bo'ylari 1.15, 1.20 atrofida. 16,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Necha puldan so'radi aka buni? 16 million so'm tutdi bozor. Qirg'iziston shved buqalari. Va Qirg'iziston shvedlari necha puldan so'radi? 42, 21 danmi? 21 milliondan 42 millionga savdosi bo'libdi mana. Qirg'iz shvedlar. Bo'ylari 1.25 atrofida. Tish buzganmi aka? Hali buzoqman. Hali buzoq ekan. Ko'pchilik qiziqadi Qirg'iziston shved buqalariga. 21 milliondan 42 million so'm. Buni necha pul so'rayapti aka? Sizga emasmi? Tabiiy. Bu necha pul so'radi? Bozor. 16 million so'm so'rabdi bozordan. 16 million so'm. Necha puldan so'radi buqalar? 14 danmi? 14 million so'mdan ekan. Bozor so'rayapti ekan. Siz necha pul deyapsiz? Aytilishi. Ha, savdosi bo'lyaptimi? Mana 14 million so'mdan savdosi bo'lyapti ekan bu tarafda. Uchalasi bir joyda 14 million so'm. Aka necha pul so'radi buni bozor? 20 ham so'raydi. 20,5? 20 million 500 ming so'm. Bo'ylari 1.20 atrofida, 1.25 ham chiqib qolsa kerak. 20 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Aka buni necha pul so'radi? 15 million. 15 millionga savdosi bo'lyapti ekan. 15.
o'n yettimi? 17. 17 million so'mning savdosi bo'lyapti. 17 millionga baraka bo'ldi. 17 million so'm. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. 17 million bo'ldimi aka? 17. Ha. Realni savdolar. 17. Bo'ylari 1.20 dan ziyod. Necha pul so'raysiz? 16,5. 16,5 million so'm. Buni ham bo'ylari 1.20 dan balandroq. Yemlangan sigirlardan. Necha pul so'radi aka bozor? 20 million so'm so'rabdi bozordan. YouTube'ga Baxmal Anguslar kanali. Juma bozorida birinchi marta olyapmiz. Baxmal Anguslar. Oqtepa mol bozorini chiqaramiz har doim. Aka bu g'unajin necha pul so'radi bozor? Yo biz YouTube'ga necha pul so'radi? 14,5 million so'm qildi bozor. Mana g'unajin. Yemlangan g'unajinlar. Buni necha pul so'radi ekan? 12,5. 12 million 500 ming so'm. Bo'ylari 1.10. Ay 110 kilolar go'sht borda. Jonli tirik holatda hozir qimmatroq bo'ladi. G'unajinlar necha puldan so'radi aka? Ikkovini. 11,5 million so'mdan ham 11 million so'mdan ham savdosi bo'lyapti ekan. Ha. Yemlangan g'unajinlar. Necha pul so'rayapsizlar? Necha pul so'rayapsizlar? Necha? 11. Yuziga ham 11 million so'm mana bunisi. Talg'ir deyiladimi? Kul rang. Yuziga ham 11 million so'm. Bunisiga ilk 9 oldi. G'unajinlar necha puldan so'rayapti ekan? Ha, nargisi. Bunisini necha pul so'radi? Ha, buni 13 million so'm so'rayapti ekan bozor. Siz necha pul deyapsiz? 14 million so'm kam bor ekan. 13 so'rabdi bozor. Bunisini-chi? Bir tutqaldi. 11,5. Buni 11,5 so'rayapti ekan. Lekin ikkalasi ham semiz yem yegan. Buni tishi nima ekan? Olti kurak. Bu necha pul so'radi? Bo'g'oz emasmi? 16 million so'm. Yemlanganda 16 million so'm so'rabdi. Sigir. Aka necha pul so'radi buni? 15,5 million so'm. Bu qanaqa paroda bu? Hindiston boradi. Hindiston? Necha dedingiz? 15,5 million so'm so'rabdi bozor. Eti zo'r ekan, nega? G'unajin necha pul so'radi bozor? 14 million so'm so'radi bozor. $14 million so'm. Ha, bunisini-chi? 13,7. 13 million 700 ming so'm so'radi. G'unajinlar, semiz g'unajinlar. Aka, g'unajin necha pul so'radi bozor? 12 so'raydi. 12 million so'm. Qo'z qo'chqorlar hammasi. Necha puldan so'rayapti kim? 2,5. 2,5 dan? Ayla savdolar yapadi. Hammasi qo'chqarmi? Necha puldan so'raysiz? 2 million bir joyda so'rayman. 2 million. Bir joyda 2 million so'mdan. Mayda kichkina hammasi bir tekis.
Öyle. Mana qo'zi qo'chqorlar so'raganlar, qo'zi bozori, qo'y bozori so'raganlar uchun Ben yapalım. Koşulay, konjoy bir saydı bir de gapta. Ana. 2 million so'm. Sog'liqlar necha puldan so'rayotgan bozor? O'rtacha 36 dan 3 million 600 dan 38 dan ham 3 million 600 dan ham 3 million 800 dan ham har xil so'rayapti deyapti. Sog'liqlar. Semiz. Qo'chqorlar necha puldan so'radi bozor aka? 6 million so'mdan, ha? Mana 6 million so'mdan. Qurbon hayiti yaqin, hammaga Qurbon hayiti kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin. 6 million so'mdan so'rab bozor.